pul bo'lyapti? 21 million 200 bo'layotgan ekan. Mana. Necha oylik bo'g'oz? 8 oylik. Yetu bo'g'oz ekan. Anaqaga borgan o'xshaydi hamlarni qaranglar. Obunachilik yozinglar, shunaqa parodam yo'q, men shuni ko'ryaptimi ko'zimga, bu ko'zlari qaranglar. G'alati ekan u. Bunaqasini birinchi marta ko'rishim bor. Bunaqasini endi ko'rishim bor. Bo'ldi baraka. Omi baraka. 21 million 300. Bir yarim bo'lsa beraman deyaptilar. 21 million 300 qo'yaptilar. Like, подписка, repost qilishimiz sizlar uchun maxsus yangi yo'l mol bozoridan. Ertaga payshanba o'tirasizlar. Nazarbek mol bozorimiz ishlayapti. Olib kelaveringlar. Mollarni olib kelaveringlar, buzoqlarni olib kelaveringlar. Bemalol. O'zim o'sha yerda bo'laman, kutib olaman. Sizlar uchun maxsus. Harakatda bizni. Hurmatli obunachilar, ko'zini qaranglar. Shunaqa zotli sigir bormi? Salonga borganmi bu? Qaranglar. Like, подписка, repost qilishimiz. Ko'zini atrofini qaranglar. 21 million 400 bo'ldi. 21 million 400. 8 oylik bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz. Like, подписка, repost qilishimiz. Qancha suti bor bilmayman lekin. Bular ham olishgan ekan, bilishmas ekan. Hurmatli obunachilar, mana 4 million 400 bo'libdi boyga qo'yibmiz. 4 million 400. Aylanib keldi mana, oldi. Mana baraka qilishdi. Baraka to'sin aka. Obunachilarga salom bosing ular. Qancha ishga sotibdi? 44 dedi. 44 ga sotibdi. Mutlashtirmay Hasan aka. O yerga o'g'il gapiradi. Tanlovdi yo'q. Ona bola, ona bola. Bunaqa, ona bola 44 bo'libdi mana. Ona bola aka. Like, подписка qilishni unutmanglar, sizlar uchun maxsus. Shuni. Necha kilo go'shti bor shuni? Boqishga-ku, endi go'sht 65 plyus chiqadi bo'yi. Yo'q, 35 kilo kamida go'shti bor. toza. Toza. Dumba pumadan tashqari. 30 kilodir balkim.